Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan Shaxsiy fikr kanalining navbatdagi sonida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bugungi videomizning mavzusi Yaqin Sharq mavzusiga bag'ishlanadi, ya'ni Eron Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi to'qnashuvga. Ya'ni mana so'nggi 2-3 kundan beri ko'ryapmiz, ommaviy axborot vositalarida tinmay xabarlar chiqyapti. Eron va AQSh o'rtasidagi to'qnashuv deyarli muqarrarligi to'g'risida. Ko'pchilik ekspertlar, mana oxirgi paytda g'arb ekspertlari va rus talqinidagi ekspert aniqlarni ham ommaviy axborot vositalarida ham kuzatyapman. Ularda ko'plab ma'lumotlar aytilyaptiki, ma'lumotlar keltirilyaptiki, mustaqil ekspertlar tomonidan Eron uchun hal qiluvchi palla yaqinlashmoqda degan nima deydi, fikrlarni bildiryapti ekspertlar. Buning eng katta sababi, qarang, nega bunchalik ko'pchilik mana shu Eron va AQSh anaqasiga o'rtasidagi muammoga, yana to'qnashuvni yaqinligi to'g'risida ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar juda ham avjiga chiqib ketdi. Buning eng katta sababi birinchi navbatda so'nggi paytlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy juda katta miqdordagi harbiy texnikalari Yaqin Sharqga yaqin bo'lgan hududlarga olib kelinmoqda. Ayniqsa AQShning nima deydi, harbiy transport samolyotlari, adashmasam so'nggi chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Yaqin Sharqga, Isroilga va O'rta Yer dengiziga yaqin bo'lgan davlatlarga 100 dan ortiq reyslarni amalga oshirgan va chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Isroilga THAAD degan rusumdagi nima deydi, PFO havo mudofaa tizimini joylashtirgan. Bu ballistik raketalarni, uzoq masofaga uchuvchi ballistik raketalarni tutib olishga mo'ljallangan havo mudofaa tizimi. Va undan tashqari mana bu g'arb ommaviy axborot vositalarida chiqyapti. Aytilishicha, AQSh hukumati 40 mingga yaqin AQSh qurolli kuchlarini Yaqin Sharqga yaqin bo'lgan hududlarga, O'rta Yer dengizi atrofidagi davlatlarga, o'zining ittifoqchilarining hududiga olib kelingan va juda ham ko'p texnikalarni yig'moqda. Demak, vaziyat qanday? Vaziyat hozir haqiqatdan ham mana bu nima deydi, ekspertlar aytgandek, ular aytgandek haqiqatdan ham jiddiy, ya'ni Eron uchun hal qilish pallasiga kiryapti. Buning eng katta sababi, o'zi bu xabar oldinroq chiqqan edi. Ya'ni Eron va qanday anaqa xabar chiqqan edi, ya'ni Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya hukumati vakillari uchrashganda, u yerda Rossiya Ukraina masalasi bo'yicha uchrashgan edi, lekin u yerda keyin anaqalarga, ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan ediki, AQSh Rossiyaga Ukraina masalasida, Rossiya-Ukraina urushi masalasida AQSh Rossiyaga yon beradi. Buni evaziga nima qiladi? Rossiya Yaqin Sharqdan chiqib ketadi, ya'ni Eronni qo'llamaydi. Ya'ni oldindan AQSh bunga tayyorlanib kelingan. AQSh va Isroil deylik. Ya'ni u yerda Isroilni Eronni to'liq yolg'izlatgan holda atrofidagi barcha nimalarni, nima deydi, ittifoqchilarni, endi ittifoqchilar deganda kimlar birinchi navbatda, bu katta kuch bo'lgan Rossiya va Eron, Rossiya va Xitoy endi aralashmasligi aniq. Rossiyaning ahvoli ham o'z ayon hozir. Demak, bu yerda yana bitta yagona ittifoqchisi kim qolyapti? Eronning ittifoqchisi Yaqin Sharqda bu davlatlar emas, balki Eronning qo'llovidagi proksi guruhlar. Bular mana Hizbulloh yoki Husiylar va hokazo. Mana shunday guruhlar. Va mana bu guruhlarni ham Isroil va AQSh deyarli holsizlantirdi. Hizbulloh masalasi deyarli hal bo'lgan. Hizbullohning deyarli barcha qo'mondonlari yo'q qilindi. Suriyada va Iroqda Eronning kuchi qirqildi. Deyarli Eron u yerdan chiqib ketdi. Va Husiylarning ahvoli ham hozir ma'lum. To'g'ri, Husiylar internetda, xabarlarda, ommaviy axborot vositalarida chiqyapti, AQShni kemalariga zarba beryapti va hokazo, lekin deyarli barcha zarbalarni AQSh mudofaa tizimi tutib olyapti. Ya'ni va mana shu oxirgi 1-2 kunda ham hatto AQSh va Britaniya Isroil bilan Yamandagi Husiylarning pozitsiyalariga zarba bergan. Va hozir chiqyapti ma'lumotlar, yana AQSh katta ehtimol bilan birinchi navbatda Yamanga kirib Husiylar masalasini hal qiladi va keyin Eronga yaqinlashish ham mumkin va Erondagi yadroviy obyektlarga zarba berish mumkin katta ehtimol bilan degan xabarlar chiqyapti. Ular qanchalik haqiqatga yaqin, umuman olganda to'g'ri, qisman
Isroilning agar Isroil tarafdan qaraydigan bo'lsak, endi bu yerda urush AQShga emas, balki Isroilga kerak. Isroil mana shuning uchun ham Donald Tramp hukumatini juda ham yaxshi moliyalashtirib, ya'ni Isroil lobbistlari Donald Trampni hukumatga olib keldi. Sababi bitta edi, mana shu katta urushni boshlash. Ko'pchilik aytadi, ya'ni Isroil Trampni urushlarni tugatmoqchi, ya'ni urushlarga barham beradi va hokazo deb olib kelingan edi. Aslida Trampni ko'rib turibmizki, kerak bo'lsa katta urush boshlash arafasida, ya'ni Isroil uchun, AQSh uchun emas, ya'ni Isroilning manfaatini ko'zlagan holda. Va bu qanday oqibatlarga olib keladi umuman olganda? Katta ehtimol bilan agarda mana shunday vaziyat kuzatiladigan bo'lsa, Yaqin Sharqda vaziyat jiddiylashishi mumkin. To'g'ri, AQShning Eron raketalari, qurollari AQShga yetib bora olmaydi. Lekin Yaqin Sharqdagi AQSh bazalari va Isroil ahvoli xatarli bo'ladi. Eron majbur bo'ladi o'zini himoya qilish uchun, deylik Saudiyadagi yoki Qatardagi yoki deylik Iordaniya, Ummon, u yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining bazalari bor, u yerga zarba berishi mumkin va buning oqibati Eron arab davlatlari bilan ziddiyatga kirib qoladi va Yaqin Sharqda kattaroq mojaro yuzaga kelishi mumkin. Hozir shu vaziyat shunga qarab ketyapti. Demak, nega bunday bo'ldi? O'zi aslida bunday bo'lishiga eng katta sababchi bu Eronning o'zi. Eron juda ham katta strategik xatolarga yo'l qo'ydi. Ya'ni xatosi nima ediki, bungacha Isroil juda ko'p marotaba Eronni paypaslab ko'rdi. Eronning katta generallarini o'ldirdi, zarba berib, Suriyadagi va boshqa hududdagi konsullik nimalariga nima deydi, binolarga zarba berdi. Juda ham ko'p katta generallar va qo'mondonlarni nima qildi, Isroil yo'q qildi va bularning birortasiga Eron deyarli aytarli javob bera olmadi. Birortasiga. Hattoki mana Qosim Sulaymoniyni o'ldirganda ham eng katta generallardan biri. Ya'ni har doim Eron ochiqni aytish kerak, Isroil va AQSh bilan katta to'qnashuvdan qochdi, to'g'ri, urushdan qochgani yaxshi, lekin ba'zi bir shunday vaziyatlar bo'ldiki, Eron biroz shunday vaziyatlar bo'lgan ediki, Eron o'zini ko'rsatib qo'yish kerak edi ozgina tishini oqib. Lekin bunga jazm qila olmadi. Va Isroil nima qildi? Sekin-sekin Eronni barcha tarafdan tekshirib ko'rdi. Generallarni o'ldirdi. Eronning hududini o'ziga zarba berib ko'rdimi? O'tgan yili Eronning mudofaa tizimlarini yo'q qildi. Eron birortasiga bir jiddiy javob bera olmadi. Ya'ni ular ko'rdiki, demak, Eron faqat ommaviy axborot vositalarida chiqib, qizil bayrog'ini ko'tarib, qasos bayrog'ini ko'tarib, bayonot berishdan naryoqqa o'ta olmaydi. Ya'ni katta urushga jazm qila olmaydi. Ular buni bilib turib, Eronni nima deydi, qayergacha borishini deyarli bildi. Bilib turib, keyin Isroil bunga uzoq tayyorlanib, sekin Donald Trampni Amerika hukumati tepasiga olib keldi va u bilan birga endi nima, Yaqin Sharqda katta urush boshlash arafasida. Demak, katta ehtimol bilan Eron va Isroil va AQSh deylik, ya'ni Isroil va AQShni bittada tasavvur qiladigan bo'lsak, bu to'qnashuv bo'lishi muqarrarligi ortib boryapti. Chunki aytib o'tdik, Yaqin Sharqga yaqin bo'lgan hududlarda AQSh juda katta miqdorda texnikalarni va qurol-yarog' zaxiralarini yig'yapti. 50 ming, 60 mingga yaqin askarlarni ko'chirib olib keldi. Ya'ni bu bekorga emas, bu nimadan dalolat beradiki, ya'ni bu yerda katta harbiy operatsiya boshlanadi. Buning eng yomon tarafi, Eron agar haqiqatdan katta urushga kiradigan bo'lsa, jon talvasasida Yaqin Sharqni yoqib yuborishi mumkin. Ya'ni barcha u yerdagi shia guruhlarini oyoqqa turg'izib, arab davlatlariga, ya'ni Yaqin Sharqdagi arab davlatlarining ichida joylashgan Amerika hududlari, bazalariga zarba berishi, Isroilga zarba berishi va natijada urush ko'lami kengayib ketishi va Yaqin Sharqda ahvol yana ham jiddiylashishi mumkin. Hozir vaziyat mana shunga qarab ketyapti. Buning uchun oldindan nima qildi? AQSh sekin mana Rossiyani o'yin Yaqin Sharqdan chiqardi. Eronni bir o'zini yolg'iz qoldirgan holda mana endi Eron masalasini hal qilmoqchi. Albatta, Eronning eng katta aybi bu yerda Eronning o'zida. Juda ham ko'p vaziyatlarda bo'yi aytib o'tdim. Eronning generallari o'ldirilganda, ya'ni Isroil tomonidan juda ham ko'p marotaba sukut saqladi, javob bermadi jiddiy. Bu bir. Ikkinchidan, juda ham katta resurslarni, o'zining imkoniyatlarini mana shu shia haloli g'oyasini yoshga sarflab yubordi. Iroqda, Suriyada bilamiz,
ayniqsa qanday nimalar qilgan Eronni. Mana shu Suriyadagi Bashar Asad tizimini eng katta qo'llagan bu Rossiya Eron hukumati bo'ladi. Hizbullohni ham. Ya'ni juda katta resurslarni qurbon qildi va xatoga yo'l qo'ydi. Va hozir mana shu Shia hiloli rejasi Eronni deyarli chippakka chiqdi. Birortasi o'xshamadi. Suriyadagi rejalari o'xshamadi. Iroqdagi rejasi ham o'xshamadi. Iroqda ag'darildi hukumat, hozir Erondagi hukumat deyarli Iroqdagi hukumat deylik. Iroqdagi hukumat Eronni qo'llaydigan ahvolda emas. Suriyadagi hukumat ham almashdi. Bashar Asad ketdi. O'rniga kim keldi? Ashara. Va bu g'arbga yaqinroq. Hozir ularning siyosatini ko'rib turibmiz. Va Hizbullohning ahvoli qanday ahvolga keldi? Hizbullohning deyarli barcha qo'mondonlari yo'q bo'ldi. Hizbullohda ham hamma voydod, unaqa edi, bunaqa edi deb juda ham ko'pirtirgan edik. Ko'rib turibmizki, akasi bu ham nima deydi? Sun'iy sherilgan jamoa ekan. Guruh ekan. Katta ehtimol bilan Husiylar ham mana shunday. Ya'ni Eronning Yaqin Sharqdagi barcha rejalari chippakka chiqdi, o'xshamadi hech qaysisi. Hizbulloh rejasi ham o'xshamadi. Husiylar rejasi ham oxirgi poyoniga yetyapti. Suriyadagi rejalar o'xshamadi. Bashar Asad ag'darildi, u yerdan Eron chiqib ketdi. Iroqda ham xuddi shunday kuzatildi, ssenariy kuzatildi. Ya'ni Eronning Yaqin Sharqdagi Shia hiloli rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi va mana bu endi oxir oqibat nima bo'lyapti? Mullokratiya tizimi ag'darilish arafasida, yo'q qilinish arafasida. Bu albatta bu yerdagi hukumatning o'zining aybi. U yerga Shia hilolini yoyaman deb sunniy atrofdagi Yaqin Sharqdagi sunniy davlatlarga juda ham katta zararlar berdi. Va bu Isroil va AQSh bilan birga kelishilgan holda aslida Isroil va Eron mana shu sunniy davlatlarni, sunniy rahbarlarni ag'darishda Isroil va AQSh bilan hamkorlik qilgan Eron. Va ular bilan Saddam Husaynni ag'dardi va Suriyada qanday ahvollar yuz berdi va hokazo mana bu nimada Livanda. Endi oxir oqibat ularga ishondi Eron, ular bilan birga bo'lib sunniy hukumat rahbarlarini ag'dargandan keyin oxir oqibat nima bo'ldi? Mana endi o'zi hamkorlik qilgan devning nimasiga aylanyapti, o'ljasiga aylanyapti. Oxir oqibat baribir Isroil va AQSh Eronni o'ziga tashlayapti. Bu yerda Eron hech kimni xafa bo'ladigan joyi yo'q, eng katta ayb o'zida. Qilgan qilmishlari uchun baribir tovon to'lashga to'g'ri keladi. Va albatta mana shunday tovonni hali Isroil va AQSh ham to'laydi. Albatta. Yaqin Sharqda agar mana bu urush kengayib ketadigan bo'lsa, hech kimga yaxshilik olib kelmaydi. Demak, fikr mulohazalaringizni kommentda kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.